أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير qadrli birodarlar 3-darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Za harfi birodarlar, za harfi. Za harfining talaffuzi o'zbek tilidagi z tovushi singaridir. Za harfini boshda yozilish shakli, za harfini o'rtada yozilish shakli va za harfini oxirida yozilish shakli. Za harfi ustida fatha bor, za. Za harfi ostida kasra bor, zi. Za harfi ustida zamma bor, zu. Bundan keyin harakatlarga qo'shib shunday o'qib ketaveramiz. Ya'ni za, zi, zu. Az, iz, uz, zar, zir, zur, azru, izru, uzru, urzu. Tushunarli birodarlar. Endi mim harfi. Mim harfining talaffuzi o'zbek tilidagi mim tovushi kabidir. Mim harfini boshda yozilish shakli va mim harfini o'rtada yozilish shakli va mim harfini oxirida yozilish shakli. Ma, mi, mu, am, im, mur, muz, rum, amara, umira, amru, imru, ramzu, irmi, marmar, ram, zam, arzam. Endi ta harfi. Ta harfining talaffuzi o'zbek tilidagi t tovushi singaridir. Ta harfini boshda yozilish shakli, ta harfini o'rtada yozilish shakli va ta harfini oxirida, ya'ni so'z oxirida yozilish shakli. Ta, ti, tu, mat, mit, mut, tamar, tarir, zurta, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Qadrli o'quvchilar, 3-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarda davom ettiramiz.